Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Demak, bugungi videoda biz sizlar bilan birgalikda sarmoyasiz pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, videoni o'tkazmasdan diqqat bilan oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'lib bir dona like bosib qo'ying va mana shu Telegram kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bu yerda mana yangi platformalar, botlar va ilovalar haqida ma'lumotlar va manzili ham bor. Demak, cho'zib o'tirmaymiz. Bugungi videomiz mana shu bot haqida bo'ladi. Bunda siz ikki xil yo'l bilan pul ishlashingiz mumkin. Birinchisi, siz referral orqali pul ishlaysiz. Ikkinchisi, vazifalar bajarib ham pul ishlashingiz mumkin. Ajoyib botlardan biri kecha ochilgan va hozir to'lovda 100% to'lov kanali ham mavjud. Demak, boshida kirganingizda siz start bosasiz va bitta kanal chiqadi, obuna bo'lib qo'yasiz. Demak, start bosib keyin telefon raqam ulashib ro'yxatdan o'tib olasiz va keyin mana pul ishlashni ustiga bosamiz. Bu yerda mana hozirda 8 ta vazifa mavjud deyapti. Ularning narxi mana 11370 so'm bo'lar ekan. Bu yerda kanalga obuna bo'lish ustiga bosamiz. Mana 100 so'm ekan bitta kanal. Hozircha chiqmayapti, biroz kutamiz. Chiqmadi. Ikkinchi mana guruhga a'zo bo'lish mana chiqdi. Hozirda bu turdagi vazifa qolmadi deyapti. Ya'ni vazifa qolmagan ekan, qaytadan pul ishlashni ustiga bosamiz. Bu yerda mana botga o'tish ustiga bosamiz. Bu yerda mana botga start bosing. Mana shu ustiga bosamiz. Boshqa botga olib o'tdi, start bosamiz. Va bu yerda ham pul ishlash mumkin ekan. Bu bot orqali ham sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladi, adashmasam. Endi qaytamiz. O'tkazib yuborish orqaga. Bu yerda bonus berildimi, yo'qmi? Hozir qaytadan bosib ko'ramiz. Bu yerda start bosing. Uchinchi botdan kelgan xabarni shu yerga yuboring. Xo'sh, hozir bu yerga yuboramiz. Bu yerda mana shu kelgan xabarni mana shu botga yuboramiz va botga va mana vazifa bajarildi. 150 so'm bizga qo'shildi. Yomon emas, kam deyishingiz mumkin, lekin sekin-sekin bu botda yangilanish bo'lyapti, ya'ni pullar miqdori ham oshyapti. Keyin mana vazifa bajarish, 3 ta vazifa, har biri 5000 so'mdan ekan. Bundan oldin bu yerda mana post ko'rish ustiga bosamiz. Bu yerda hozir 6 ta vazifa mavjud. 30 soniya 10 so'm mukofot berar ekan. Shunchaki shu yerda 30 soniya kutishimiz kerak. Hozir biroz videoni to'xtatib turaman do'stlar. Adashmasam vaqt bo'ldi, ustiga bosamiz. Biroz kutamiz. Mukofot olindi deyapti. Mana ko'rib turganingizdek, endi boshqa vazifalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana shu vazifani ko'ramiz. 5000 so'm. Bu yerda mana diqqat bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda yozib ko'rsatilgan. Mana shu ustiga bosamiz. Birinchisi bu yerda mana Paymega 30 kun bepul obuna bo'ling va 5000 so'm mukofot oling deyapti. Mana ilova manzili kirasiz. Agar xohlovchilar bo'lsa, mana Payme ilovasi bu anchadan beri bor. Bu yerda tagida yozuvlar, fikrlar ham bor, o'qib chiqishingiz mumkin. Buni yuklab olasiz, keyin ro'yxatdan o'tasiz va 30 kun davomida ilovadan chiqib ketmay turasiz va siz 5000 so'm pul olishingiz mumkin. Agar xohlovchilar bo'lsa, keyin bu yerda mana bajarish, isbot yuborish deyapti. Shikoyat qilish orqaga, ya'ni siz ilovaga kirasiz, yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tasiz, keyin adashmasam bu yerga skrinshotini yuborasiz. Bu yerda ham yozib o'tilgan, hammasi yozilgan. Hozir men birma-bir o'qib tushuntirib o'tiradigan bo'lsam, do'stlar, video cho'zilib ketishi mumkin. Shu sababdan diqqat bilan yaxshilab o'qib chiqishingiz mumkin. Bu yerda mana hozir qolgan ikkita vazifani ham ko'rib chiqamiz. Mana ikkinchisini bosamiz.
Bu yerda mana shu ilovani yuklab olishingiz mumkin. SQB mobil ilovasi, buni ham yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tasiz, keyin qanchadir vaqt foydalanasiz. Yuklab olib isbotini yuborgandan keyin sizga sразу bonus pulini beradi do'stlar. Bu muammo emas. Xohlasangiz keyinchalik ham bu ilovalarni ishlatib yurishingiz mumkin, xohlamasangiz shunchaki o'chirib yuborishingiz ham mumkin. O'sha 1 oy muddatdan keyin adashmasam. Va endi 3-ilovani ham ko'rib chiqamiz. Vazifa bajarish 3-sini ustiga bosamiz. Bu yerda shartlar saytga kiring, silka orqali ro'yxatdan o'ting. To'liq o'ting. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng so'rovnoma beriladi. Har bir so'rovnomaga 10 rubldan beradi deydi. Hammasini, xullas mana shuni hammasini bajargandan keyin sizga 1000 so'm bonus berilar ekan. Xo'sh, endi guruhga odam qo'shish, bitta odam 100 so'mdan ekan. Kunlik bonus bor ekan, mana 100 so'm. Mana kunlik bonusni ham oldik. Do'stlarni taklif qilish, bu yerda kecha 200 so'm edi, bugundan narx oshdi do'stlar. Mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda 200 so'm bor ekan. To'lovlardan 5% cashback ham, ya'ni cashback ham berar ekan. Bu ham ajoyib. Bu yerda mana havola beriladi. Bu yerda mana shuni ustiga bossangiz ulashish chiqadi, ya'ni to'g'ri kanalga yoki guruhga o'tkazib yuborishingiz mumkin yoki bitta bironta do'stingizga tashlashingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda bu bo'limni ko'rib chiqdik. Kabinetni ustiga bosadigan bo'lsak, 3 ta referal bor ekan. Menda hali to'liq ro'yxatdan o'tmagan. Asosiy balansda mana 970 so'm bor. Reklama balansi 0 so'm. Bugungi daromad mana 170 so'm. 3 ta referal bo'lgani bilan ularni shunchaki start bosgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan, ya'ni kanalga obuna bo'lib telefon raqam yubormagani uchun sizga pul bermaydi. Shunchaki start bosib qo'ygani uchun, start bosib ro'yxatdan o'tib telefon raqam yuborgandan keyin sizga bonus puli beriladi do'stlar. Shunga ham e'tibor qarating. Bu yerda mana promo kod, almashtirish, pul kiritish, pul chiqarish hamma bo'limi bor. Bularni hozir oxirida ko'rib chiqamiz. Mana shu 3 ta bo'limni ko'rib chiqdik. Buyurtma berish, ya'ni siz kanalingiz yoki guruhingiz bo'lsa bemalol reklama qilishingiz mumkin. Hozircha men reklama qilmaganman. Mana buyurtma berishni ustiga bosamiz. Bu yerda mana guruhga odam qo'shish, post, kanal, guruh, bot, majburiy obuna, vazifa va xabarlar hammasi bor. Misol uchun siz kanalni reklama qilmoqchisiz, ustiga bosamiz. Bu yerda mana buyurtma miqdorini kiriting. Minimal 10 ta odam, narxi har bitta odamga mana 100 so'mdan ekan. 10 ta odam bo'lsa 1000 so'm. Xohlasangiz bu yerga yozib qoldirasiz nechta odam kerakligini. Xohlasangiz guruhini ham reklama qilishingiz mumkin, ya'ni o'zingiz guruhingiz yoki kanalingiz bo'lsa bemalol reklama qilishingiz mumkin. Demak, bu yerda musobaqa hozirda aktiv musobaqalar yo'q. Tez orada yangi musobaqalar boshlanadi deyapti. Bu yerda pastda bot haqida ma'lumot. Hozircha hech narsa chiqmayapti. Endi pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana shu kabinet bo'limiga bosamiz. Mana bot haqida ma'lumotlar endi chiqdi do'stlar. Biroz internetda muammo bo'layotgani uchun. Va endi bu yerda mana pul kiritish ustiga bosamiz. Visa, Payme, Humo, Uzcard hammasidan pul kiritishingiz mumkin. Yana qaytadan kabinetga bosamiz. Endi pul yechishni ko'ramiz. Mana shu ustiga bosamiz. Humo, Uzcard, Paynet, Click, Visa, Payme hammasiga pul yechishingiz mumkin. Misol uchun Humo, Uzcard ustiga bosamiz. Tizimi pul yechish minimal summa 5000 so'm. Bugun yangilanishdan keyin hozircha adashmasam
7,5 mingga ko'tarildi. Har bitta referal uchun 400 so'mdan beriladi. Bu ham ko'tarildi. Kecha 200 so'm edi, bugun yana 200 so'm qo'shildi. Shu bilan bitta referal chaqirsangiz hisobingizga 400 so'm qo'shiladi. Va hisobingiz 7,5 ming yoki 8 ming bo'lganida bemalol yechib olishingiz mumkin. Bu yerda barcha ma'lumotlar botni ichida yozilgan. Men hozir hammasini tushuntirib o'qib chiqadigan bo'lsam, video biroz cho'zilib ketadi. Demak, hamma narsa tushunarli bo'ldi do'stlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Bot manzili esa Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanal manzili esa kommentariyada bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib keting.